Assalomu alaykum, hurmatli biz kuzatuvchilar. Mana Damas mashinamiz ham xudo xolasa eski kuzovi bu. Yangisiga terilyapti bu, hammasi yechilib. Mana xudo xolasa oldi balkalari, orqa balkalari, mostlari hammasi chiqdi. Joy-joyga qatirib qo'yilyapti xudo xolasa. Ertak buni tozalab, ulusini ham artib so'rtib hozir joylashtiramiz. Hoca aka nima gap? Gap bo'lishi mumkin emas. Ana, hoja akamiz ham biz ashaddiy eski klientlarimizdan. O'tgan ketganda tushib ham turaveradi. Arzimaga qanaqa joyi chiqib qolsa ham sirazi keladi, ko'rib beramiz. Ana shunda mashina yana yaxshi yuraveradi, xudo xolasa. Arzimagan bir ish bo'lsa ham kelar, erinmaydi hoja akamiz ham. Bizda liniyadolar, eshiklarni sharaqasharaq qilmasdan kelinglar mana. Ana. Birreslarni puli. Ashaddiy klientimiz mana bu. Ammo lekin Azaq yuribdi. asablan charchamaydi, tiriq-tiriqdan mazza qilasizlar. Mana men mazza qilibman. Qaydan kelyapsiz hoja aka? Andijondan. Yo'q. Adres qayersizniki? Adres Bachqir. Bu yerda tumani Bachqir qishlog'i. Hozir dalil moment Andijondan kelyapsiz. Tormozlarni ko'rsatib kelyapsiz. Tormozlar zo'r bo'lib qolibdi. Andijondan kelishyapti mana hoja akam. Hafta qishloqda mana shu yerda yaqingina bir qadam. Men Andijonga borib keldim shu mashinani. Tormozini ko'rsatgan. Yaxshi, malades. Zo'r bo'lib qolibdi tormozi ham. Hoja akamiz ham qo'li gul ustoma. Mashinani minib ko'rdik, tormozi ham yaxshi, zo'r. Kelaverasizlar, manzilimiz Farg'ona viloyati Bag'dod tumanida Pataxshilot turamiz. Sog' bo'lasizlar, salomat bo'lasizlar.